Ozod Shomatov 1940-yil 17-iyulda Toshkentda tavallud topgan. Beqiyos sharqshunos, hindshunos, tolmas jamoat arbobi, filologiya fanlari doktori, professor, Hindistonning Jorj Grierson xalqaro mukofoti sohibi Ozod Shomatov nomi bugungi kunda ham butunjahon ilm-fan olamida tan olingan atoqli olim sifatida e'tirof etiladi. Professor Ozod Shomatov 1940-yilda ziyolilar oilasida tavallud topgan bo'lsalar, demak 1957-yilda Toshkent davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetini Sharq filologiyasi fakultetida hindi tilini mukammal o'rganib, 1962-yilda muvaffaqiyatli tugatgan bo'lsalar, o'sha yilning o'zida Moskvaga maqsadli aspiranturaga yo'llanma orqali, ya'ni o'sha imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tib, o'zbek hinshunosligida eng yosh nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan olimlardan hisoblanadilar. Demak, 1966-yilda aspiranturani muvaffaqiyatli tugatib, ilk bor o'zbek hinshunosligida 26 yoshda yosh olim sifatida muvaffaqiyatli himoyalarni yoqlab, undan keyin kafedrada dastavval hind filologiyasi, keyinchalik Janubiy Osiyo tillari kafedrasi, mana hozirgi kunda Janubiy va Janubiy Sharqiy Osiyo tillari kafedrasi deb nomlanadi. Shu kafedralarda dastavval katta o'qituvchi, keyin mana 68-yildan, demak 28 yoshlardan to 70 yoshlargacha 2010-yilga qadar ushbu kafedrani mudirlik lavozimida boshqarib keldilar. O'zbek hinshunosligining rivojiga aytib o'tganimizdek ulkan hissalarni qo'shdilar. Professor Ozod Shomatov O'zbekistonda ilk bor hind tilshunosligi yo'nalishida doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan olimlarimizdan biri sanaladilar. Demak, 1984-yilda yana Moskvada Sharqshunoslik ilmiy kengashida o'zlarining o'sha Dakhini tiliga bag'ishlangan ilmiy tadqiqot ishlarini muvaffaqiyatli yakunlagan holda fanga yana ulkan hissalarni qo'shganlar. Pedagog bo'lib juda ko'p odam ishlaydi. Dunyo pedagoglarni ko'rganmiz. Lekin hamma pedagogda ham dars o'tish uslubi, ya'ni metodika shakllanmas ekan. Men chunki o'zim tajribamdan ko'rdim. Ozod Nasriddinovichni metodikalari juda yaxshi edi. Men shu 5 yillik talabalik davrimda eshitdim, birinchi ko'z oldimga faqat Ozod akaning darslari keladi. Chunki o'sha darslar butunlay xotiramda yaxshi qolgan. Bizga hindi shevashunosligidan kirganlar. Ko'p tillarni qanaqa qilib bir-biridan ajratish kerak, matnlar berardilar. Keyin imtihonda so'rardilar, bu qaysi shevaga mos matn, bunday kandaymi, chattisgarhimi, yo sharqiy tillarga kiradimi, kannaujimi, yo brajmi deb so'rardilar. Shu tekstlarni o'qib, matnlarni bir parcha yarim bet, bir bet bo'lardi. Shuni ajrata olishni o'rgatganlar shu shevashunoslikda. Keyin hindi grammatikasi, nazariy grammatikasidan kirganlar. Butun kirgan fanlar nazariy fanlar, lekin men ko'z oldimda shunaqa qisqa lo'nda va aniq tushuntirishlari tablitsalar bilan, grafiklar bilan tushuntirarlarki, abadiy miyangizda qolib ketadi deb shu daftarni saqlab yuraman haligacha ham. Ozod Shomatov ingliz tilini, hindi tilini juda ham mukammal bilardilar. Mana shu tillarni bilganliklari orqali dunyoni qariyb ko'plab mamlakatlarda, okean orti davlatlarida, Markaziy Osiyo davlatlarida, Uzoq Sharq, MDH davlatlarida turli xil konferensiyalarda ishtirok etib kelganliklarini o'zi ham bu bizni O'zbekistonda sharqshunoslik ilmini va xususan hindshunoslik ilmini naqadar mukammal ravishda rivojlanib borayotganligini va o'ziga xos o'rniga ega ekanligidan dalolat beradi. Men Ozod Shomatovni har safar hind tilida juda chiroyli gapirganlarini eshitib, men o'zim xitoyshunosman, xitoyshunos olimman, lekin u kishini hind tilida, ingliz tilida naqadar chiroyli gapirayotganlarini eshitib, juda ham havasim kelardi. To'g'risi, biz talabalik paytimizda Ozod Shomatovni ko'plab ma'ruzalarni tinglaganmiz, u kishini tilshunoslikka doir ma'ruzalarni tinglaganmiz. Ayniqsa meni mana hali hanuz esimda qoladi. Ozod Shomatov bizga o'sha tilshunoslik bo'yicha ma'ruzalardan birida Hind Yevropa tillari tasnifi bo'yicha bir ma'ruza o'qiganlar. Hali hanuz mana shu ma'ruzadagi aytilgan fikrlar, tahlillar meni esimda va men ham o'z ma'ruzalarimda mana shulardan unumli ravishda foydalanib kelaman. Ozod aka bilan biz o'rtamizda muloqotning yana bir mavzusi bor edi. Bu meni shug'ullanib yurganim baholi qudrat aviasiyashunoslik yo'nalishi bilan Vedalar
Hindiston xalqi yaratgan buyuk meros vedalar ustida o'xshashliklar, umumiylik xususiyatlari, farqlanuvchi xususiyatlari haqida Ozod Nasriddinovich bilan ko'p marta suhbatlashganmiz. Hattoki sir bo'lmasin demayman, u kishini Rigveda degan Yelizarenkova tarjimasidagi Moskvada nashr bo'lgan Vedalar adabiyotdan namunalar kitobi mani qo'limda qolib ketdi. Endi men o'ylaymanki, bu menga bir merosdek bo'ldi Ozod akadan. Ayniqsa biz Avesta bilan Vedalardagi mifologik obrazlarni qiyosi yuzasidan ancha-muncha suhbatlar qilganmiz. Masalan, Sarasvati bilan Abanyasht degan Avesta bo'limida keluvchi Ardvisura, Anahita obrazlarini qiyosi masalasi yoki bo'lmasa Varatragna, Varahran yoki boshqacha qilganda bugungi til bilan aytganda Bahran degan bir ma'bud to'g'rirog'i Avesta bo'yicha, uni Vedalardagi paralleli va hokazo juda ko'p masalalarda biz gaplashardik va eng muhim masala shunday ediki, bizni suhbatimiz ko'pincha Avestaning ijtimoiy jamiyat nuqtai nazaridan bahosi va Vedalarni jamiyat taraqqiyotini bosqichlari nuqtai nazaridan bahosi o'rtasida bizni suhbatlarimiz bir qarorga keldi bir muddatdaki, men natijada bitta maqola qildim. Ozod Nasriddinovich bilan juda ko'p nazariy masalalar ustida fikrlashar edik. Ya'ni bu biz gapirayotgan materiallarga nazariy talqin nimadan iborat bo'ladi degan masala bizni ko'proq qiziqtirar edi. Shunda Ozod akaga bir kuni aytdimki, sizni Vedalar dunyoyingiz Hindiston ma'naviy madaniy merosi sifatida o'ziga xos bir talqinda to'xtagan ekan. Ya'ni bu urug'chilik jamoasi darajasida. Bizni Avesta biroz ilg'orroq jamiyatni aks ettiryapti degan fikrimni Ozod Nasriddinovich qo'llab-quvvatladilar va natijada bizni Veda bilan Avesta jamiyatlari qiyosi yuzasidan maqolamiz juda yaxshi obro' bilan nashr etildi. Katta bir konferensiyada ma'ruza bo'ldi va hokazo. Shunday bu gaplar men gapirayotganim Ozod Nasriddinovich bilan bizni hamkorligimizda juda o'ziga xos bir nozik bir ijodiy izlanishlar yo'nalishi aks etgan. Shu ma'noda men Ozod Nasriddinovichning xotiralarini juda qattiq hurmat bilan ko'p eslayman. Ayniqsa 5-kvartaldan, hozirgi men bu Aloy bozorining narigi betidagi 5-kvartaldagi uylaridan chiqib piyoda yurishlari ko'p esimga tushaveradi. O'zi rostdan ham piyoda yurish u kishini hobbi deydi, ya'ni ishqibozliklari ham edi shekilli. Chunki yurish jarayonida ham ijodiy fikr davom etishi nuqtai nazaridan u kishini men juda yaxshi chuqur tushunar edim. Shu ma'noda Ozod aka meni xotiramda juda yorqin sahifalar qoldirgan inson. Bu kishini masalan bu yerdagi ta'lim jarayoni va bizning universitet miqyosidagi ilmiy jarayonlardagi o'rinlari ham juda yuqori bo'lgan. Ayniqsa xalqaro jurnallardagi bu kishining chiqishlari, bu narsalar bizni universitet obro'siga xizmat qilib kelgan doimo. Keyin Hindiston bilan O'zbekiston o'rtasidagi do'stona aloqalarga ta'siri masalasi bu kishining faoliyatini. Bu ham alohida bir qirra. Moskalyov kutubxonasi bo'lardi. Hozir u Mahatma Gandhi markazidagi kutubxona hisoblanadi. Shu xonadagi 2000 tadan ortiq Hindiston elchixonasi bergan kitobni hammasini o'qib, qisqa annotatsiyasini qilib o'tirardilar. Shuning uchun kimga qanday kitob kerak bo'lsa, albatta menda kutubxonada bor, men sizga beraman, ishlatib keyin qaytarib berasiz deb. Kitob o'qishdan tinmagan odam edilar, gazeta o'qishdan. Hindiston elchixonasi, modern markazlar bilan juda yaxshi aloqalarda bo'lganlar. Olim ustozimiz ko'plab ilmiy asarlar yaratganlar. Ularning ilmiy asarlari nafaqat O'zbekistonda, balki mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida, xorijiy mamlakatlarda rus tili, ingliz tili, hindi tili, urdu tili, hatto nemis tillarida ham chop etilgan. Ular o'zlarining ilmiy ishlarini bevosita
hindi va urdu tillarini, hindi tilini dialektlariga, hind oriy tillarining rivojlanishiga, hind oriy tillarining o'ziga xos lingvistik xususiyatlarga bag'ishlangan holda ko'plab ilmiy asarlar yaratganlar. Ustozimiz professor Ozod Shamatov mana shu fanga qo'shgan hissalari uchun Hindiston Respublikasi tomonidan 2014-yilning avgust oyida o'sha paytdagi marhum prezident Pranab Mukherjee tomonidan Jorj Kirson xalqaro mukofotiga loyiq deb munosib nomzod sifatida e'tirof etilganlar va tantanali ravishda mustaqillik kunlari arafasida taqdirlanganlar. Ustozimiz haqiqatdan ham hind oriy tillarini, hindi va urdu tillarini mukammal bilgan, o'zbek hinshunosligiga ulkan hissa qo'shgan hinshunoslik sohasining darg'alaridan biri edilar. Hali hanuz u kishini ko'plab yozgan ilmiy maqolalari, monografiyalardan bizning yosh tadqiqotchilarimiz o'zlarini tadqiqotlarni olib borayotganlar ishlatishadi. Men aniq bilaman, hozir juda dolzarb kitoblardan biri o'sha Janubiy Osiyo tillariga kirish qo'llanmalari. Mana shundan hozirgacha talabalarimiz bakalavr ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan, undan tashqari umuman nafaqat hindshunoslarimiz, boshqa sharq tillarida o'qib o'rganayotgan bakalavr ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarimiz ham mana shu kitobdan foydalanishyapti. Zero olimdan keyin qoldirgan ilmiy meros bu uni yozib qoldirgan maqolalari, kitoblari. Hindi tilini o'rgatishda uchta ustozimni doim dars ko'z oldim keladi. Siz aytgandek 5 yilda shu Shamatov bilan birga ketma-ket o'qigan Jalil Shirin Ergashevdan darslari juda ajoyib leksikologiyadan kirardilar. Umuman birinchi kursda Rena Arona Avulova degan hammani ustozi, endi Ozod Naslichidan ancha oldin hindi tilini birinchi kurs kitobini yozganlar. Shunaqa metodikalar ajoyib. Men doim darsimda talabalarga nisbatan shu individual alohida har bir talabani o'zini iqtidoriga qarab yondashish kerak degan metodikada o'tardilar. Shu metodikani qo'llayman. Chunki bu metodikada har bir talabaga obyektiv baho bera olasiz va talaba o'zgarishiga imkoniyat yaratadi. Bitta o'lchov bilan hammasini o'lchasangiz talabaning o'sishi juda qiyin bo'ladi. Mana shunaqa metodikalarni shu 3 ta ustozimdan o'rganganman. Shuning uchun ularni Hindistonga bo'lgan qiziqishi, keyin Hindistonning boshqa sohalariga ham qiziqish uyg'otganlar. Masalan, hind falsafasi juda chuqur. Men masalan hindi tilini o'rganganman, falsafaga uncha ishim tushmagan. Lekin menga shunaqa mavzu berganlarki, buni mavzuni tushunish uchun hind falsafasini emas, boshqa falsafalarni ham o'rganishingizga to'g'ri keladi. Chunki badiiy asardagi g'oyalar ichida u narsalar ham bor. Shularning hammasini o'sha manbani tushunish uchun, ham dunyo qarashingiz Hindistonni yaxshi bilish uchun hammasini o'rganishingiz kerak. Shuning uchun mana shu jarayonlarda Ozod Naslichdan shunoslikni kerakligini, hind falsafasini, adabiyotda bilasiz, hamma narsa bor. Har bir milliy adabiyotda mamlakatda tarixi ham bo'ladi, falsafasi ham, odamlarning oddiy ijtimoiy masalalar ham, siyosiy masalalar ham. Chunki adabiyotchi bo'lganim uchun ham Hindistonning har bitta qirrasini albatta o'rganish kerakligini Ozod Samatovdan menga meros bo'lib qolgan. Shuning uchun hech qaysi sohani menga kerak emas deb biz chetga surib qo'yish o'rganmaganmiz. O'shani hech bo'lmasa o'qib, shu haqida qisqa bir 4-5 jumla xotiramizda qolsa ham buni talabaga yetkazamiz yoki bir kun kerak bo'lsa ilmiy maqolalarda ishlatamiz. Shuning uchun men juda ham faxrlanaman shu ustozni qo'lida ishlab, shular menga rahbar bo'lganlar uchun, shu menga qo'limga kitob berib ilm yo'lini ko'rsatganlar uchun o'zim juda ham baxtli hinshunos sifatida his qilaman. Ustoz ko'plab o'zlaridan shogirdlari ham yetishtirdilar. Ularning barcha shogirdlari hozir turli tashkilotlarda faol mehnat qilib kelmoqdalar. Ular orasida fan nomzodlari, fan doktorlari, tarjimonlar, jurnalistlar, tadqiqotchilarni birma-bir sanab uni adog'iga yetish ham qiyin. Chunki haqiqatdan o'zlaridan ko'plab shogirdlar yetishtirdilar. Ustoz hindi va urdu tillaridan tashqari ingliz va boshqa g'arb tillarini ham yaxshi bilganliklari uchun ular ixtisoslashgan ilmiy kengash a'zosi sifatida ham O'zbekiston Milliy universiteti qoshidagi tilshunoslik yo'nalishidagi ixtisoslashgan ilmiy kengashlarda o'zimizda mana o'z navbatida Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti hozirda shunday nomlanadi. U paytda Osiyo, Afrika va Avstraliya aborigen xalqlari tillari ixtisosligi yo'nalishidagi o'sha ilmiy kengashni muavini sifatida ham bir necha ilmiy seminarlarni rais o'rinbosari sifatida ham faoliyat yuritganlarida ko'plab olimlarimiz
o'sha ingliz tilidagi avtoreferatlarini domlaga tekshirtirganlarini o'zim ham guvoh bo'lganman. Ustozimiz demak o'sha hind oriy tillaridan tashqari g'arb tillarini ham mukammal bilardilar. Ozod Nasriddin shunaqa odatlari borki, shogirdlari bilan juda yaxshi, faqat ilmiy sohasi bilan umuman hamma masalasi bo'yicha juda doim qiziqib yuradilar-da. Bir kun bir narsa o'zim aytganman, esimda yo'q. Nimadir degan ekanman, Ulfatxon, sizda ishim bor deb chaqirdilar xonalariga. Siz o'shanda bir suhbatlashganimizda shunaqa deb qoldingiz. Mana shu narsaga qiziqar ekansiz. Shuni men bir o'ylab ko'rdim-da, agar mendan yordam kerak bo'lsa, shu ishni qilishingizga yordam beraman dedilar. Men hayron bo'lib qoldim. Yo'q, domla, men uni buning uchun aytmadim, shunchaki bir qiziqishim sifatida aytdim. Yo'q, men uni qilmayman. Shu universitetga chiqib ketmayman degan ma'noda javob qaytardim. Keyin aytgan, "Voy, tavba, shunchalik har chiqqan gapingizga e'tibor qilar ekanlarki, shuni shu qiz agar qiziqsa qolib ketmasin shu shogirdim. Unga men yordam beray" deb nima qilgan ekanlar. Bunaqalardan juda ko'p bo'lgan. Doim so'raylar, "Nima qilmoqchisiz qizim? Bundan keyin rejalaringiz nima?" "Yo'q, rejam shu, nima qilsa, bironta ishingiz bo'lsa albatta menga keling, men qo'limdan kelsa yordam beraman" dedilar. Xullas, juda shogirdlarni qo'llab-quvvatlashda otalik vazifasini ham bajarganlar-da. Shuning uchun Hindistonga mana juda ko'p borganman, aspirant bo'lib borganman, undan avval borganman. Til stajirovkasi deyiladi, 10 oylik unga yuborganlar. Keyin doktoranturaga kirganimda ham borishingiz kerak deb shu 3 marta juda uzoq muddatga Hindistonga borganman. Shular hammasiga Ozod Nasriddin nomzodi berib, tavsiya qilib, shuni borishimga sababchi bo'lganlar. Endi bu mamlakatni ko'rib hindshunos bo'lish yana ham yo'lingizni katta ochadi. Mamlakatni yaxshi tushunasiz. Shuning uchun men juda qo'rqmasdan hindshunoslikni eshigiga kirib boraveraman, chunki ustozim ko'rsatgan yo'l bor. Men adashmayman deb shunaqa nima qilaman. Demak, olimga beriladigan baho undan keyin uning qoldirgan ilmiy merosi-yu shogirdlarining xotirasi bilan belgilanar ekan. Osod akani xotirasi hozirga qadar mana o'tganlariga ancha yil bo'lgan bo'lsa-da, shogirdlari qalbida, shogirdlari tilida, shogirdlari dilida hali hamon shu davralarda gapirishganda iliq suhbatlarida tilga olishadi. Ular ko'plab ilmiy monografiyalar yetishtirishlari bilan birgalikda ko'plab lug'atlar ham tuzib, ularni nashr ettirdilar. Ulardan biri o'zbekcha, hindiycha lug'atlarni hozir tilga olishimiz mumkin. Aynan vafot etadigan yillarida 2015-yil 6-7 kunlari Hindiston Respublikasining bosh vaziri janob Narendra Modi janob oliylari yurtimizga davlat tashrifi bilan kelganlarida ustozimiz hamda yetuk hindshunos olim Bayot Rahmatov tomonidan tuzilgan o'zbekcha, hindiycha lug'atni taqdimoti ham ayni o'sha kunlarda bo'lib o'tganligi bu hindshunoslik sohasini yanada yuqori cho'qqilarga erishganligidan bir dalolat desak bo'ladi. Olamshumul ahamiyatga ega bo'lgan. Hozirda ularning bu lug'atlari mana talabalar tomonidan foydalanib kelinmoqda. Undan tashqari Dakkini tilini o'zlari mukammal o'rganganliklari uchun Dakkini tiliga oid lug'atlarni ham mana keng miqyosda hozirda foydalanib kelinadi. Umrlarining so'nggi yillarida domla shu universitetimizda o'sha tilshunoslik bilan bog'liq, umuman nazariy tilshunoslik bilan bog'liq masalalar kuchaytirishimiz kerak degan ma'noda bir g'oya bilan chiqdilar va bir o'zimiz mana shu universitetda domilla boshchiligida jamoatchilik asosidagi bir loyiha qilamiz dedilar. Pul to'laydigan hech qanaqa emas, hamma o'zi uyushib tilshunoslik sohasini ko'tarishga qaratilgan bir loyiha qilamiz dedilar. Loyihaning birinchisi shundan iborat bo'lsinki, dedilar domla, biz shu paytgacha mana tilshunoslikka kirish degan predmetni o'qitamiz. Tilshunoslik filologlar hammasi o'qiydi. Mana shu tilshunoslikka kirish degan predmetni biz ko'proq o'sha umumiy g'arb tilshunosligiga asoslangan bir adabiyotlardan, kitoblardan o'qitamiz. Biz shuni bir yozishimiz kerakki, tilshunoslikka kirish degan qo'llanmani, bundan keyin o'qitadigan qo'llanmamiz shunaqa bo'lishi kerakki, ko'proq sharq tilshunosligiga asoslangan, sharq tilshunoslik maktablariga asoslangan, sharq tilshunoslikni nazariy qoliplaridan demak o'sib chiqqan g'oyalar singdirilgan bir kitob yaratsak, o'quv qo'llanma yaratsak deb men shunga ko'p harakat qilib, o'sha umrlarining oxirgi davrida o'sha umumiy filologlar uchun emas, sharqshunos filologlar uchun o'sha tilshunoslikka kirish degan bir kitobni ham harakatida bo'ldilar. Domlalar chunki mutaxassisning kelajagini o'ylardilar doim. Shuning uchun mana shu jihatlari ham muhim ekanliklarini o'sha paytda domlalar bilib, shunga harakat qilib, jamoatchilik asosida bir loyiha ham qilganmiz domlalar bilan birga. Domlaning shunaqa bir ko'p yaxshi xususiyatlari bor edi. Shuning uchun domlalar haqida gapirganda doim entikib,
yaxshi so'z bilan, yaxshi bir ezgu fikr bilan eslab gapiramiz. Domla shunaqa bir ajoyib inson edilar. Ozod aka bilan biz ko'p ishladik. Men sharq filologiyasi va xorijiy mamlakatlar tarixi fakultetida dekanlik vazifasini ado etib ishlagan paytlarimda Ozod aka Janubiy Osiyo tillari kafedrasining mudiri edilar. Sharqshunoslikda o'ziga xos o'rniga ega bo'lgan katta kafedrani boshqarayotgan Ozod akadan men dekan bo'lsamda juda ko'p narsalarni, ya'ni boshqaruvdagi narsalarni, hujjatlar bilan ishlashdagi tajribalarni o'rgandim. Ozod akani bir o'ziga xos maqtasa arzigulik tomonlari judayam mas'uliyatli edi u kishi. Har bir vazifani sidqidildan o'z vaqtida a'lo darajada bajarardilar. Birgina shu elementni eslasak, majlislarimizda shu nima majlis bo'lishidan qat'iy nazar Ozod aka birinchi bo'lib majlisga yetib kelardilar. Zero shu paytda Ozod akaning yoshlari anchagina katta edi. Ular 5-10 daqiqa majlisga kechga qolsalarda ularga hech kim hech narsa demas edi, lekin o'sha qondagi mas'uliyat, jondagi mas'uliyat ularga hatto shu oddiygina bir misol yig'inlarga o'z vaqtida yetib kelish mas'uliyatini ham yuqori darajada singdirib qo'ygan edi. Hindi tili, urdu tili, hindoriy tillarni juda ham yaxshi biladigan ustozlarimizdan biri edilar. Hindistonga bo'lgan muhabbatlari shunchalik cheksizligidan hatto vafotlari ham Hindiston Respublikasining mustaqillik kuniga to'g'ri kelganligidan ham bilishimiz mumkin. 2015-yil 15-avgust kuni aynan Hindiston Respublikasining mustaqillikka erishgan kuni ustoz bu foniy dunyodan boqiy dunyoga rihlat qilganlarini ham hanuzgacha hindshunos olimlarimiz, jahon hindshunosligiga ulkan hissasini qo'shayotgan dunyodagi barcha olimlar hanuzgacha domlani yaxshi nom bilan eslashadi. Juda ham xohlardim bundan buyon ham shu Ozod akani xotiralari, Shamatov Ozod Nasriddinovich haqida bugungi kun kelajak avlod, yosh avlodga, sharqshunoslikka endi qadam qo'yayotgan avlodga ham mana shu xotiralarni ko'proq eslatib turishimiz kerak. Buning uchun bizni Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida juda yaxshi ishlar qilinyapti. Mana bu kishiga bag'ishlangan bir tadqiqot xonasi ochildi. Bu yerda Ozod akani juda ko'plab kitoblari, maqolalari yig'ilgan, fotosuratlar yig'ilgan. Bundan tashqari shu bizni universitetimizda tashkil etilgan Sharqshunoslik muzeyida Ozod aka haqida ko'plab lavhalar, ko'plab ularni eslatib turuvchi foto lavhalar, undan tashqari kitoblar mujassamki, bugungi kun talabalari shulardan foydalanishadi. Ozod Nasriddinov Shamatov bizani tog'amiz bo'lganlari uchun biza o'tgan ajdodlarimizga bag'ishlab yaxshilik qilgan holda mana bu Avliyolarim kitobini chiqarganmiz. Bu Avliyolarim kitoblarida biz Ozod Nasriddinov Shamatovning nasablarini, ya'ni Umar bin Abdulloh al-Xattobga borib taqalishini yoritdik, hamda Umar Vali Bog'istoniy, Sheyx Xuvandi Taxur, Hoji Ahror Valiga tegishlilarini yoritdik ushbu kitobda. Bu kitobning ikkinchi tomoni shundaki, biz Ozod Nasriddinov Shamatov nasab shajaralarini yoritdik deb aytdik. Ikkinchi tomon shundan iboratki, bu kitob O'zbekiston yoshlarining tarbiyasiga katta hissa qo'shadigan kitob. Qaysi tomondan? Bu kitobda ajdodlarimizning hayoti, ilmiy faoliyati asarlari yoritilgan. Hoji Ahror Vali, Sheyx Xuvandi Taxur, Umar Vali Bog'istoniy, Ahmad Yassaviylar to'g'risida yozilgan. Bolalar shu kitobni o'qib, ularning hayotlari bilan tanishib, ularning hayot tarzida taqlid qilgan holda hayotlarini o'rganib, tarbiyalanadi va ularning tarbiyasiga katta hissa qo'shadigan bo'ladi. Hamda uchinchi tomoni bu kitobni shundan iboratki, bu kitob O'zbekistonning kelajakda UNESCO ro'yxatida O'zbekistonning madaniy merosiga tegadigan obyektlarni kiritishda ham hissa qo'shadigan kitob. Chunki ba'zi obyektlar UNESCO ro'yxatiga kiritilmagan bo'lsa, bunaqa kitoblar orqali, ya'ni ajdodlarimizning merosini o'rganib, ularni tadqiq qilib, dunyoga tarqatib, tarannum qilishda bunaqa kitoblar o'sha aynan UNESCO xalqaro tashkilotining ro'yxatiga kiritishda katta hissa qo'shadigan kitoblar deb ta'kidlaymiz. Ozod Nasriddinov Shamatovning shaxsiy xislatlaridan biri bu odamlarni yaxshi ko'rish. Ya'ni odamlarni hurmat qilish va qadrlash, Alloh yo'lida qadrlash. Misol uchun Ozod Nasriddinov Shamatov kimnidir hurmat qilgan holda, qadrlagan holda u odamdan u qarindoshlik rishtasi yo'q edi odamlar va moliyaviy munosabat ham yo'q edi. U shundoq sidqi dildan odamni hurmat qilib, yaxshilik qilib, odamni yaxshi ko'rardi. Hech qachon Ozod Nasriddinov Shamatov hayoti sinovlardan mahzun bo'lmagan.
Alloh subhanahu va taolo hayotda sinovlardan ikkita tarafi belgilaydi. Bir kam dunyo deyiladi o'zbek tilida. Bir tomondan misol uchun mol dunyo bergan bo'lsa, ikkinchi tomondan sog'lik bermasligi mumkin yoki sog'lik berish mumkin, mol dunyoni bermasligi mumkin. Doim yuzlaridan odamlarning gaplashayotganda nur sochilib turardi, tabassum bo'lardi yuzlaridan. Turgan joylari ham nurdek bo'lardi o'sha odam. Kim ko'rsa o'sha odamga borib salom berib, o'sha odamdan gaplashardi. Bu borada biza payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning gaplarini keltirsak, payg'ambarimiz aytganlarki, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, inna min ibadir rahmani la unasun ma hum bi anbiya wa ma hum bi shuhada yaghbituhumul anbiya wa shuhada yawmul qiyamah bima kanatihim min Alloh subhanahu va taala aytgan ekanlar payg'ambarimiz. Sadaqallohul azim. Ya'ni payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, Alloh bandalaridan shunaqa bandalar borki degan, ular anbiyolar emas, ya'ni payg'ambarlar emas va shahidlar emas, lekin ularga payg'ambarlar va shahidlar qiyomatda ularga Alloh bergan maqomiga xursandchilik bilan hasad qilishadi deb aytgan ekanlar. Keyin sahobalar hayron bo'lishdi. Ya Rasululloh deyishdi. Kim bu odamlar debdi. Qalu ya Rasululloh tuxbirna manhum debdi ular. Kim bular odamlar? Keyin payg'ambar javob berdilarki, qala hum qaumun tahabbu bi ruhillah ala ghayri arhamin baynahuma wa la amwalin yata'tawnaha. Fallohi fa inna wujuhahum fin nur wa hum ala an-nur. Va la yakhafuna idha khafa an-nas va la yahzanuna idha hazina an-nas degan ekanlar payg'ambar. Ya'ni payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam sahobalarga javob berganlarda aytganlarki, bu shunaqa odamlarki, odamlar bir-birini Allohning yo'lida yaxshi ko'radi, taqdirlida, qadrlida, hurmat bilan qaraydi bir-biriga, bir-birini Allohning yo'lida yaxshi ko'radi. Ularning orasida pulli munosabat ham yo'q, moliyaviy munosabat ham yo'q va qarindoshchilik rishtalari yo'q. Ya'ni bu odamlar bir-biriga qarindosh emas, bu odamlarning orasida moliyaviy munosabat ham yo'q. Bu odamlar faqat bir-birini sidqi dildan bir-birini yaxshi ko'radi, hurmat qiladi va qadrlaydi degan ekanlar payg'ambar. Keyin bu gapni gapirgandan keyin payg'ambar Yunus surasining 62-oyatini o'qidilar. Aytganlarki, ala inna awliyallohi la khawfun alayhim va la hum yahzanun allazina amanu va kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya va fil akhirah la tabdila li kalimatillahi zalika huval fawzul azim. Shu gaplardan keyin sahobalarga javob berganlardan payg'ambar Yunus surasining 62-oyatini o'qidilar. Aytdilarki, Allohning do'stlari shunaqa odamlarki, ular hech narsadan qo'rqmaydi. Ular taqdir sinovlaridan mahzun bo'lmaydi hech qachon. Ularga bu dunyoda xursandchilik xabar, xush xabar keladi va narigi dunyoda va oxiratda ham xush xabar keladi.